qilyapsizmi rasmni? Gruntovkani olaymi dedim. Grunt astar. Yaxshi gruntovka ekanda. Zo'r ekan, ha. Travertin. Bu bino. Bu Qobil aka. Qani bunday salomlashib qo'y, sharxon ko'rasiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchami? Navbatdagi ishimizni 3 oy, 4 oy bo'lib ketdi shekilli. Chiqmadi, bitta ham video qo'ymadi. Qishi bilan dam oldik. Mana endi hozir navbatdagi ishimizni boshlayapmiz. Tashni tugatdik. Bir ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p. Hazayin shunaqani havas qilgan ekan. Qanchada qivordik? Bir haftada. Xo'p, uyimiz adashmasam 12 ga 9. Endi 9, uzunligi 12. Baniyamiz 5 ga 5. Endi bu ayvonini hisoblamagan. Ayvonni hisoblasangiz 5 ga 9. Mana ilgargi yillar ularni qildik. Eski binoyimiz. Shu noldan qilganmiz o'zimiz. Buni elektrika, santexnikasi oxir mana bir yil kelib fasadga ham tushdik. Mayda g'ish bo'ldi. G'ishlarimiz xo'p. 7 ga 35 bo'ldi bu g'ishlarimiz. Uzunligi 35, 7. Endi bir qator liniya bilan hisobga olganda, mana bularimiz 35 ga 10 bo'ldi. Kolonnalarimiz. Va vakruk ramkalarimiz ham xo'p, mana 10 ga 10 bo'ldi. Tepalarimiz xo'p, 10 ga 20 bo'ldi. Pastlarimiz endi mana ikkita g'ish tutsaylik, butun chiqishini hisob kitob qilib, ashunga qarab 10, 12 shunga qarab qo'yib qo'yaverdik. Bu liniya to'g'ri kelishi kerak, ko'zlaymi? Mana qisqa yuqqa narsa qolmashi kerak. Xo'p, mana shu binoyimiz mana aylanib. Hozir mana ana setkalar yechuvdik, tannovlarni qatirdik, setkalarni joyiga qatirib qo'ydik. Bitti. Mana hammasi shunaqasiga aylanasiga shunaqa chiqqan. Xo'p, tayinlab olganmiz ekan. Shu hali astar gruntdan berdik, firmadan olib keldik. Travertinlar ham tayyor endi, o'zimizga o'xshagancha suyultirilsa bo'ldi. Suyuq travertin. Mana arqa ploshdan katta, juda katta. Hozir mana kustarnik, malina, smorodina ekib yotibdi. Bu binolarda santexnikalarni qilganmiz, suvoqlarni qilganmiz, elektrikasini qilganmiz, kafellarni bosganmiz. Mana kolonnalarimiz mana tumalaq. Bunga ham travertin tortdik-da, 2 slot lak berib qo'ydik. Xo'p, mana bu yerda anaqamiz, kotelnigimiz. Shunaqa ishlarimiz bo'ldi mana. Mayda ishlar, lekin xudo xolasa ishni ko'zini bilganga muammo yo'q. Xo'p, maydami, kattami ishni tezlashtirishdi. Epladik. Keyin chiroqliq chiqdi, xazayinga yoqdi. Orzu qilgandaqa bo'ldi. Qarochi, mana binoni ko'rgan, mana travertin degan. Ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Bu yerda bir 30 liniya ketgan. U bino ham zo'r. Aslida o'zimga shunaqa joylar yoqadi. Hozir skromda bunaqa mayda jivirlar yoqmaydi. Lekin hazayin shunaqa xohladi. G'ishga o'xshab chiqarish bersasan dedi. Shunaqa qilib berdik. Travertinni qanday qilishni hamma biladi, uni o'rgatishni hojat yo'q. Hozir hamma biladi. Prosta ishimiz davom etyapti. Bizni kolleksiyamizga qo'shilish kerak. Shunga ishni boshlaganim uchun video olmay qo'ydim. Xo'p, adashmasam oxirgi videoyim dekabrda olgandim. Shu bo'yi o'zim ishlim bilan u bu qilib, tirchilik, boshqa ishlar bilan dam olish, kasallik degandek
Endi mana xudo xolasa ishni boshladik. Endi bundan keyin hozir yana boshqa ishlarimiz bor, santexnika, mantexnika. Shu ishlarni boshlaymiz. Sog' bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishaylik. Hozir men o'zim biron telefoniga olyapman, sherik telefoniga. O'zimning telefonim qo'limdan tushib ketdi. O'zim prostoygina telefonim bor edi, mana. Qo'limdan tushib ketib yonmaydi mana. Nega ishlayapti? Ekrani kuygan. Mayli. Yaxshilikda ko'rishaylik. Nima gap qoblar? Xo'p.